olamiz. 5% komissiya olinadi. Boshladik. Komfort yoqib qo'yamiz. Komfort yo'q. Qani. Mana faqat komfortda SMS mana cheyivoy tashabdi, 10,000 so'm cheyivoy tashabdi, молодец. Rahmat deymiz. Qani endi liniyaga chiqamiz. Adashmasam liniyaga chiqdik. Ha, bo'ldi, mana ishladi. Endi zakaz kutamiz endi. Juda zakazlar yo'q, jimjit. Komfortda hech kim yurmay qo'ydimi deymanda. Bizga o'chiraylik. Shaharda yomg'ir, manzara, toza havo. Mana endi haqiqatan ham havolar tozalandi. Svetofor ishlamayaptimi? Ishlamayapti. Chapga unga qaraymiz, ketdik dalish. Birinchi zakaz 15,500 bilan tushdi. Qabul qilamiz. Mana hozirgi zakazimizni ham olib kelib tashladik. 15 minutda 39,000 so'm bo'ldi. Endi keyingi zakaz kutamiz, baka zakaz tushmayapti. 13,500 bilan zakaz ushladik. Orqaga qaytamiz. Ketdik, endi zakazga boraylikcha. Hozir bu zakazimizni Dunyo saroyiga olib borar ekanmiz. Hozir biz Gorkidamiz. Mana Gorkida hech kim yo'q. Mazza. Yomg'ir yog'ayotibdi maydalab. Agar maydalab yog'adigan bo'lsa, ko'p vaqt yog'adi. Hozir mana bu yerda luja paydo bo'lgan bo'lsa kerak, ya'ni ko'lmaysiz, yomg'ir yog'ib. Ha, mana aytdim-ku, ko'lmay paydo bo'ldi. Hozir klientimizdan olib keldik. 29,500 ekan. To'la 2,000 TL berdi. Mayli, qaytanga Zdachiga yaxshi bo'ladi 2,000 TL. Xo'p, keyingi zakazga yopamiz.